Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun. Video darsimizning navbatdagi mavzusi ikkita tasodifiy qiymat sistemasi yoki boshqacha aytganda sistema двух случайных величин. Bundan oldingi mavzuga nisbatan buni farqli jihati shundaki, endi bizda masalan oldingi mavzularda bitta ya'ni bitta tasodifiy hodisani to'liqligicha ko'rib chiqqan bo'lsak, masalan faqat x bo'lsa, uni qiymatlari hokazo. Endi ushbu mavzumizda bizda shunaqa ko'rinishdagi jadval beriladiki, bir vaqtda o'zida bizda ikkita o'zgaruvchi qiymatlar beriladi. Yani bir vaqtda o'zida ham x ham y ga qiymatlarini yozib olamiz. Buni ham mavzuni to'liq teoriya qismiga o'tib ketishdan oldin misol nomini o'rganganimiz ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p, kitob bo'yicha mavzuyimiz 209 bo'limga oid. Xuddi shu kitobda birinchi masalasi. Bizda yo tarafdan qiymatlar 3 ga teng, 10 ga teng va 12 ga teng. Y-imizning qiymatlari bu tarafdan 4 ga va 5 ga teng qiymatda ekan. To'g'richa endi jadval ko'rib chiqadigan bo'lsak, ehtimolliklar bo'yicha bu yoqda bizda 0.17 ga teng, keyingisi 0.13 ga teng, keyingisi 0.25, 0.10, 0.30 va oxirgisi 0.05. Ushbu quyidagi bizga jadval berilibdi. Berilgan jadvalga ko'ra bizga nima deyilyapti? Bunaqa turdagi masalalarda bizlar alohida x jadvalini tuzib oldik, alohida y jadvalini tuzib oldik va bu yerda ham bizda matematik qutilma va dispersiyalarni ham topib chiqishimiz kerak. Har bitta holat uchun x uchun alohida va y uchun alohida. Endi bu mavzuyimizda yana bitta narsani o'rganamiz. Bu bizda tarqalish nuqtasi deyiladi. Yangi terminlardan bittasi. Tarqalish nuqtasi yoki boshqacha qilib aytganimizda точка рассеивания. Tarqalish nuqtasi nima degani? Tarqalish nuqtasi shunaqangi koordinataki ikkita funksiyamiz, ya'ni ikkita taqsimot qonuni matematik nuqtalarida joylashgan koordinat nuqtasi bizda tarqalish nuqtasidir. Yetadi. Hop, uni bir boshdan boshlab ketsak bo'lar. Umuman olib qaraganda bu jadvalni ajratib olish juda ham oddiy. Asosiy formula nima? Ya'ni shunday bo'lsa mantiqan keltirib chiqarganimizda, ya'ni osonga ishlab qo'yishimiz mumkin. Masalan, birinchisi x bo'yicha hisoblangan bo'lsa, bizda ya'ni x da qiymatlari 3, 10, 12. To'g'ri? Demak, xuddi shunaqa yangi jadval tuzib olaman. Birinchisi bizda x uchun qaysi qiymat ekan bizda? 3, 10, 12. 3, 10 va 12. Xuddi shunaqa y ga ajratib olamiz. Y da bizda ikkita qiymat bo'lgani uchun y da faqat ikkita qiymat mavjud bo'ladi. Bu qiymatlar bizda 4 va 5 ga teng. Endi jadvalni to'ldirish qanaqa qilamiz? Jadvalni to'ldirishga doir, ya'ni bizda qiladigan asosiy ish nima bo'ladi? Uch tagiga har bitta ehtimolliklarni qo'shib chiqishimiz kerak. 0.17 ga 0.10 dan, 0.13 ga 0.30 va 0.25 ga 0.05. Xuddi shu tartibda hammasini qo'shib chiqamiz. Keyin y uchun hisoblash uchun xuddi shu tartibda endi gorizontal ko'rinishda qo'shib chiqishimiz kerak. Chunki y qiymatlari bizda gorizontal joylashganligi uchun xuddi shu tartibda gorizontal, ya'ni qatorda joylashgan har bitta ehtimolliklarni qo'shib qiymatlarni hisoblab chiqamiz. Bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, 0.17 ga 0.10 ni qo'shadigan bo'lsak, bizda qiymat 0.27 ga teng. Endi keyingi qadamga o'taman. 0.13 ga 0.30 ni qo'shadigan bo'lsak,
0.43 ga teng va eng oxirgi qiymatni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bizda 0.30 degan qiymatga erishamiz. Lekin yana bitta narsa, agar bu narsani to'g'ri ishlagan bo'lsak, xuddi avvalgi video darsida aytib o'tganimizdek, har bitta, ya'ni taqsimot qonuni bo'lishligi uchun nima bo'lishi kerakligida, har bitta ehtimollikning yig'indisi 1 ga teng bo'lishi kerak. X ketma-ketliklari, masalan ketma-ketlik, masalan deylik, yoki x1 bo'lsa, ular o'z tartibda ketishi kerak. Hozir holatimizda o'z tartibda 3, 10, 12 hammasi to'g'ri keldi. Ehtimolliklarni agar yig'indisini ham hisoblab chiqadigan bo'lsak, osmon egasi yig'indi 1 ga teng bo'ladi. Ya'ni taqsimot qonuni asosiy shartlari bajarilgan. Xuddi shunaqa endi y uchun hisoblab qo'yadigan bo'lsak, y deylik. Hop, y ehtimollarini biz nima dedik? Gorizontal ehtimollikni hammasini qo'shib chiqamiz. 0.17 ga 0.13 qo'shsak, 0.30, 0.30 ga 0.25 qo'shadigan bo'lsak, bizda 0.55 degan qiymat chiqadi. Keyingisi 0.10 ga 0.30 bizda 0.40 va 0.40 ga 0.05 bizda 0.45 qiymatni beradi. Bu yerda ham xuddi shu quyidagi shartlar bajarilishi shart. Ya'ni qiymatlar o'z tartibida va ehtimolliklarning hammasini yig'indisi 1 ga teng bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni asosiy qilgan ishimiz bu jadvalni birinchi ikkita alohida bo'lgan jadvallarga ajratib olish kerak bo'ladi. Hop, bu qoidani endi bu yoqqa hozircha qo'yib turamiz. Endi keyingi mavzuyimizning keyingi qismi nimadan iborat edi? Bizda mana ikkalasi bajarildi. Endi keyingi qilgan ishimiz bizda matematik qurilma va dispersiyadan topish. Bu narsani o'zi video dars, alohida video darslarimiz mavjud. Aynan matematik qurilma va dispersiyani topishni bo'yicha. Shuning uchun bu bo'yicha chuqur yondashmaymiz. Qisqacha lekin tushuntirib ketaman. Formula nima edi? Matematik qurilmani topish uchun bizda har bitta x qiymatini uni ehtimolliklariga ko'paytirgan holatda, ya'ni mos ravishda hammasini yig'indisini hisoblab qo'yamiz. 3 ni 0.27 ga ko'paytirib qo'shaman 10 ko'paytirib 0.13, qo'shaman 12 ko'paytirib 0.30. Xuddi shu tartibda hamma yig'indini hisoblab qo'ysak, bizda matematik qurilma kelib chiqadi. Hop, dispersiya. Dispersiyani hisoblash formulasi nima edi? Hop, bu yerda ham xuddi shunaqa sigma, ya'ni yig'indi bo'ladi. Endi faqat bu yerda x ya'ni kvadratga oshirgan holatda, ya'ni 3 kvadratga oshiraman, 10 kvadratga oshiraman, 12 kvadratga oshiraman va mos ravishda ehtimolliklarni ko'paytiramiz. Ko'paytirilgan ehtimollik va bundan aylangan bo'lishimiz kerak. Matematik qurilma qiymatini kvadrat. Xuddi shu tartibda hisoblab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, endi buni javoblarga keladigan bo'lsak, bizda birinchi holatda matematik qurilmamiz 871 bo'lar ekan. Shu joyda videoni to'xtatib turib, o'zingiz hisoblab ko'rsangiz ham bo'ladi. Ya'ni javobni tekshirib ketasizlar. Hop, dispersiyani qiymati bizda taxminan 12.77 ga teng bo'ladi. Y uchun uni ham hisoblab, videoni kommentariy ostida o'z javob bilan qoldirsanglar bo'ladi. Yana qo'shimcha ma'lumot, o'zingiz uchun sigma, ya'ni o'rta kvadratik og'ushini bitta hisoblab ko'ringlar. Formulasi nima edi? Ya'ni dispersiyani x ostiga kiritib olsak bo'ladi. Endi tarqalish nuqtasi haqida ham aytib o'tdik. Bizda bu misolda ham tarqalish nuqtasini ham topilgan. Tarqalish nuqtasi aynan mana matematik qurilma. Masalan, matematik qurilma bizda 871 bo'lganligini hisobiga bu masalamiz uchun tarqalish nuqtasi birinchi koordinatasi 871 ga teng. Emigrni topishni xuddi shunaqa. Bu taqsimot qonuni uchun matematik qurilma topib qo'yilishi kerak bo'ladi. Hop, bu video darsi ya'ni asosiy ishi shundan iborat edi. Ya'ni birinchisi, sistema qo'yishda berilgan taqsimot qonunini ikkita alohida taqsimot qonunlariga ajratib olish. Undagi takrorlash sifatida matematik qurilma va dispersiya formulalarini takrorlab oldik va yangi termin bizda tarqalish nuqtasi, ya'ni точка расстояния ko'rsatkich haqida ma'lumotga ega bo'ldik.